WhatsApp Pro obunachilar barchalarga assalomu alaykum. Bugun biz Minecraftda survival qilib, vyjvaniya qilamiz. Let's go. Da albatta bir o'zim. O'rtoq bilan o'ynaganda har xil tushunmovchiliklar odam asabimizni so'raveradi. Har xil odam asabimizni so'raveradi. Shuning uchun bir o'zim o'qiman. U bilan ham video chiqadi, qo'rqmanglar. Bilan video chiqmaydimi deb qo'rqyapsam, yo'q, bilan chiqadi video. Bilan ham video chiqadi. Birinchi o'rinda men hozir kuznetsa borga. Yaxshi kuznetsaga kirish kerak. Mana shu kuznetsani o'zimga qilib olaman. 4 ta temir ham berdi. Obsidian. Bu degan yaxshi degan. Pointam temirchini bor. Qishloqqa ko'rdim bilaman. Shuning uchun xato qishloqlardaman survivalda. Mana shu ko'rib tashay. Va obsidian. Non. Hamma narsani olib ketamiz o'zimizdan bazaga. Ya WhatsApp. Orada bir cici joylarni videomu pauza qilib turibman, mavzu. Bizlu. İşte farklı bo'ldi to'rttami bu qiladi. O'zaga daraxt kerak hozircha. Versda ham kerak. Mayli, versa qishloqlar uydan uxlatamiz. Hamma bu qishloqlar uydan versda uxlatish. Abjad hammada shunaqa. Mana shu povuzdan ham jichi uxlatish kerak. Daraxt. Hali vyjvaniyalarda omadimiz kelsa olmoslar toparmiz. Hali temirchining uyini kattalashtirish kerak, remont qilish kerak bo'ladi. Bunga ham nima ketadi? Mablag'. Temirchining uyini hali biz kattalashtirib takka uy quramiz. Quramiz. Hozirchami? Bitta tapor yasolaydi. Hozir keraksiz narsalar solib qo'yaman. Mana bu yerga qo'ysa takka uy lo'q turadi. Yani endi ma'mundan va tapor. Endi mana buzib tashlayman. Eshik yasash kerak deb o'tiraman. Jidalar uydan uxlataman. O'zi hamma narsani jidalar uydan uxlatar ekansan demanglar. Uyi baribir g'alati turibdi, polni yo'q qo'raman. Bekor g'alati turibdi. Eshikka to'qlab qo'yib olay. Mana eshikka cho'qqib qo'yamiz. Normal takoy. Qaqay. Sen nima ishing bor? Desa, mana shunaqa gapirsa, hazil men gapirdim. Ular qattiq gapirsa to'g'rimi? Demaydi.
Qishloqdagi yorug'liklarni hammasini olaman. Menga farqi yo'q. Qishloqda yorug'lik bo'lsa, menga ne kerak? Xon menga tinchlik bering. Qani endi so'z gapirding bo'tam. Balki yetmaydi-yu. Qo'y o'ldirish kerak. Mana bu yigitlar uyni pulni chopib olaman. Birinchi sal kuchayib olay. Hozircha nima qilaman? Hozircha mana buni bittiraman. Sal kattalashtiramiz. Nima qilaman? Mana buni bunday qilib, mana bunaqasiga quramiz. Nima qilishimiz mumkin boshqa? Bu yerga qo'yaman. Azonda mana qilaman. Mana yasaveraman va tepadagini ham buzaman. Mana buni ham buzaman. Bunday qilaman. Qani hozir cho'tkit bo'lib turibdi. Eshikka mana bu yerdan qilay. Analar o'rnataman. Meni uyimga nima kelding? Qo'rqa qol meni uyimda. Azoblab olaman taporim bilan. Meni uyimga bala bormi kirib axir? Meni uyimga bo'g'aman. Mana uyimga bo'g'am gene. O'sha hozir bunday qilib turib. Farq qilyapti. Mana yana bitta chik baba. Vasqate sen maras. Oldimda mana blok sindiryapman skirt. Sen blok sindirayotganda nima oldimda? Ha? Nima oldimda? Boshqa tinchlikka kerak bo'lsa uyimdan o'shimcha sen o'sha uyimdan chiqding. Bor yo'q, o'sha uyimdan chiqding. Yana bitta ursam hozir o'lasan. Bekor shunga majbur qiling. Ikkitalar shunga majbur qiladi. Shiki baba importni bomb что храпя. Shiki baba importni bomb ya. Gapga cho'mmadim. Nuqta balo bormi? Nuqta chaqib. Nuqtacha o'zi. Yana nuqtacha yo'lim. Mana qasam bitta Chiki baba importni bomb shit. Mana ya. Chiki baba tapur. Boşuna sayıda hocam dal. Tapur. Ha o'lmadi. Tamam, uyimda yotarsan. Ketishadi bo'ldi endi yoshda hali bular qiziqadi. Qurilayotgan uyga qiziqadi endi bular. Hali yoshda. Yosh bola qo'rdiku bu jitilar biz o'yinchilar. Bu jitilar xo'rlab yordiku biz jitilar biz o'yinchilar. Bulardan bir raqib jamoasin. Хорош. O jitil bor ya.
Nada onlar nima meni o'ralashganlar ishlamaydi. Emas. Emas. Короче. Together. Goodbye.